Assalomu alaykum. Efirda Minbar tok-shousi. Bugun ham ijodiy jamoamiz bilan sizni qiziqtirgan savollarga javob topishga harakat qilamiz. Bugungi mavzuyimiz kelajak kasblari. Ekspertlarimiz studiyada, demak, biz boshlaymiz. Bizda dastlabki savol. Bugungi yoshlar haqiqatan ham kasb tanlayaptimi yoki shunchaki diplom ortidan quvyapti? Juda ham yaxshi mavzu. Haqiqatan ham bugungi yoshlar qanday qilib o'ziga soha kasb tanlayapti. To'g'ri, bir shunaqangi orada vaqtlar bo'ldiki, yoshlar bemaqsad bo'lib qoldi. Ota-onasi nima desa, ota-onasi qanaqa yo'l ko'rsatsa, mana bunga kirgan yoki bunga kirginsa xo'p bo'ladi deb o'sha yoshlar o'sha yo'ldan keta boshladi. Bu o'zini salbiy natijasini albatta ko'rsatdi. Nima uchun? Masalan, bir yaxshi rassom bo'laman degan bola, unga ota-onasi aytayaptiki, "Yo'q, bizni orzuyimiz seni shifokor qilish, sen shifokor bo'lishing kerak. Yoki bo'lmasa bizning orzuyimiz seni advokat qilish, sen advokat bo'lishing kerak" degandan keyin shu sohada zo'rma-zo'raki ko'p yoshlar o'qidi. Buni biz inkor eta olmaymiz. Buni natijasida nima bo'ldi? Buni natijasida necha yillik masalan to'langan kontrakt pullari deyishimiz mumkin va hokazo va yoki umuman boshqa sohaga ketgan bir mutaxassis bo'lib yetishib chiqdi yoki bo'lmasa shunchaki diplomga ega, o'rta miyoni mutaxassis bo'lib chiqdi. Lekin bugungi kundagi yoshlarni ko'rib men o'zim xursand bo'laman. Mana ko'chalarda ko'ryapmizki, ayrim restoran, kafelar o'quv markazlariga aylanib ketyapti. Har qadamimizda o'quv markazlar, o'sha SAT deymizmi yoki bo'lmasa IELTS deymizmi, turli xil mana shunday o'quv markazlarini ko'rib xursand bo'lasan va u yerdagi yoshlarni aksariyatini o'zini maqsadi bor va bugungi kundagi yoshlar endi ota-onasiga "Yo'q, men bu sohani emas, mana bu sohada o'qiyman, mana shu sohani egasi bo'laman" deya olyapti. Va bu o'rinda endi ota-onalar bilan farzandlarning orasida bir ozgina tushunmovchiliklar ham kelib chiqyapti, to'g'ri, lekin bu narsa ota-onalarning oxirgi paytda farzandlarini ko'proq qo'llab-quvvatlayotganlarini men guvohi bo'lyapman. Bir ona sifatida ham, ustoz sifatida ham, o'sha yoshlar bilan jamoatda ishlayotgan inson sifatida ham ko'ryapmanki, bugungi kunda endi yoshlar ko'proq o'zini mustaqil fikriga ega bo'lib boryapti. Bunda albatta xorijiy tillarni, o'sha xorijiy tillardagi manbalardan olingan bilimlarni roli katta deb o'ylayman. Va yana bir narsani aytib o'tishimiz kerakki, bitiruvchi yoshlarimiz biron bir joyga ish so'rab borganda, albatta ulardan mutaxassislik yoki staj so'raladi va shu o'rinda bir savol tug'iladi. Ishlash uchun staj kerak, staj uchun ishlash kerak. Bu nimani anglatadi? Endi qarang, to'ppa-to'g'ri aytyapsiz. Masalan, biz o'zimiz talaba bo'lganda ham xuddi shu muammoga duch kelganmiz. Biz zo'r o'qiganmiz, amaliyotlarga borganmiz, hamma yoqni qotirib qo'yganmiz, imtiyozli diplom bilan, lekin 4-kurs bitirganimda men o'zim ko'chada qolib ketganman. Qayerga ishga boraman? Hech kim meni ishga olmagan. Nima uchun? Chunki o'sha paytda qonunlar shunaqa ishlardiki, talabani ishlashga haqqi yo'q. Ya'ni qonunan ishlashga haqqi yo'q. Hattoki magistr bo'ldingizmi, qayerdadir ishlab turgan joyingizdan bo'shab kelishingizga to'g'ri kelardi-da. Mana shuni natijasida amaliyot boshqa narsa, ta'lim boshqa narsa. Qo'limda imtiyozli diplom bilan nima qilishimni bilmay, yana borib magistraturaga o'qishga kirganman. Magistr bitirdim, yana yo'qmi tajriba? Endi borganman, nima qilsamki? Endi aspiranturaga. Shu orqali Xudoga shukr, masalan, olim bo'lib qoldim. Shu orada ish ham qo'shilib ketdi. Lekin masalan, men deylik 23-24 yoshimda endi ish pog'onalaridan karyeraga kirib kelgan bo'lsam, hozirgi yoshlar bu narsani 18-19 yoshdan boshlayapti. Nima uchun? Chunki o'sha yoshlarimizga ishlashga ham ruxsat berildi va bu davlatimiz tomonidan qilingan eng katta qadamlardan biri deb o'ylayman ta'limda. Chunki yoshlarimiz bugungi kunda o'zim dars beraman, birinchi kursda o'qiyotganning o'zidan darsdan keyin buni ishlayapti. Bu degani 4-kursni bitirguncha uni yo'li aniq bo'ladi. Bu narsa mana 2 yilgina bo'ldi kuchga kirganiga, endi natijasini ko'rsatadi deb hisoblayman. Mana kasb tanlash, kelajakda qanday inson bo'lish, bu ko'pincha oila muhitidan boshlanadi. Chunki bola o'sha oilasida katta bo'ladi, oilada o'sha kattalarga qarab kasb tanlashga harakat qiladi. Hozir to'g'ri, zamonaviy kasblar ko'payib ketdi. Bizni bolaligimizdagi kasblar hozirgi yoshlar uchun uncha to'g'ri kelmaydi. Lekin biz o'sha baribir ota-ona yo'nalish berish kerak, bolani iqtidorini bila olish kerak. Bolasida qanday iqtidor? Masalan, men o'zim oladigan bo'lsam, misol qilib, o'g'limni juda ham adasi xohlagan huquqshunos bo'lishini
lekin bolamda u qiziqish bo'lmagan, xohlamagan va xohish ham bo'lmagan. U buxgalteriyaga qiziqdi. O'sha ekonomist bo'laman, men iqtisodchi bo'laman dedi, o'sha yo'ldan ketdi. Va shunga sharoit yaratib berdik. Hozirgi ota-onalar bolalariga quloq solyapti. Bizni davrimizda ham nima deydi? Biz davrimizda unaqa quloq solishmagan. Biz masalan boshqa fanga qiziqqanimiz bilan boshqa fanni o'qidik, boshqa kasb tanladik. Bu ota-onamiz xohishi bilan bo'lgan. Lekin hozirgi yoshlarda shunday imkoniyat borki, ular ayta olyapti fikrini. Demak, mana hozirgi yoshlarda o'zgarishda eng katta narsasi o'quvchi yoki farzand ota-onasiga fikrini ayta olyapti va ota-ona uni eshita olyapti. Birinchi ota-onani nima deydi, o'sha bolasiga to'g'ri yo'l berishi bu uni eshita olishi. Demak, hozirgi yoshlarimiz qaysidir ma'noda o'zlarining fikrini bildira olyapti. Bildira olyapti va uni isbotlab beryapti. O'sha fikri to'g'riligini isbotlab beryapti. Masalan, men qo'rqaman 17 yoshlar, 18 yoshlar bolani chet elga chiqazib yuborishga-da o'qishga. Lekin farzandlar o'sha ota-onasini ishontira olyapti o'sha yerga borib, o'sha o'zi tanlagan kasbni yaxshi mutaxassis bo'lishini. Bu birinchi masala. Ikkinchi o'sha sizni aytgan masalangiz amaliyot masalasi. Agar o'zi talaba o'zi xohlasa, u litseyda turib ham ishlaydi. Mana yorqin misolim, men o'quvchim, masalan, SITdan hozir o'quv sentrida dars beradi, litsey o'quvchisi bo'lib turib. O'zimga keladigan bo'lsak, men o'zim ham 2-kursdan talabalik davrimdan kasbimni olib borganman. Chunki o'sha paytda ochiq aytamiz, endi mustaqil bo'lgan davrimiz, maktablarda o'qituvchilar yo'q, yetishmas edi. Biz studentlar, talabalar majbur bo'lganmiz ishlashga. Darsdan keyin, o'sha tushdan keyin borib dars o'tardik o'quvchilarga va bizda amaliyot shakllangan. Hozirgi agar bundoq qaradigan bo'lsak, haqiqatdan ham bitta katta muammo bu staj so'rash. Masalan, o'g'lim ham qancha joyga bordi, mehnat o'sha amaliyot yo'q deydi, staj yo'q deydi, ishga olmaymiz deydi. Talaba bo'lib turib qanday qilib staj bo'lishi mumkin? Ayniqsa buxgalteriyada bu juda qiyin masala. Lekin mana 2 yil haqiqatda aytdingiz, o'sha qaror chiqqandan keyin ishga qabul qilishdi. Endi aytmoqchimanki, bolalarni kasb tanlashida ham baribir o'sha ota-onaga tushuntirish kerak. Chunki masalan informatika o'sha IT sohasini tanlayapti-da bola. ITga qiziqib, o'sha ishda ketgan bilan hamma zo'r dasturchi bo'lib qolmayapti-da. Masalan, bola o'sha yerga umrini sarflayapti, 3-4 yil o'shanga qatnayapti, yuguryapti, o'qiyapti-da, lekin zo'r mutaxassis bo'la olmayapti. U yo'lini yo'qotib qo'yadi. U yog'ini ham hisobga olish kerak. O'sha mutaxassislikka yeta oladimi? Masalan, o'zim ko'rgan misol, mana 9-sinfdan bordi ITga bola, o'shanga tayyorlandi, boshqa qildi-yu, lekin litseyni bitirib universitetga o'qishga kirgandan keyin, o'sha alsini yuqori ball olgandan keyin unda o'qituvchilik faoliyatiga qiziqish uyg'onib ketdi. Va boshqa kasbga qarab ketdi. Mana shu holatlarga ham e'tibor qaratishimiz kerak. Buning uchun o'sha ta'lim muassasasi, ota-ona, psixolog birgalikda ishlash kerak. Baribir biz bolani o'ziga erkin munosabat qo'yib qo'yadigan bo'lsak, ular chiqib ketishi mumkin. Tanlay olmay, boya aytganingizdek, o'sha umrini 4 yil, 5 yilni o'tkazgan kasbni egasi bo'lmasligi mumkin. Undan o'zgaruvchan-da bularda. Hozir shunaqa yoshdaki, bolalar kasb tanlaydigan yoshda, men ataylab so'rayman, mana litsey o'quvchilaridan, kelajakda kim bo'lmoqchisan desam, hali aniq emas deydi. Ko'rasizmi, ular hali kasb tanlagani yo'q. Lekin bizning yo'nalishimiz iqtisodiy yo'nalishi, bizning litseyimiz iqtisodiy yo'nalishiga kirdi. Mana kuni kecha bitta qizim aytdi, men tashmiga kiraman deyapti. Ko'rasizmi, iqtisodiy yo'nalishiga kirib tashmiga kirmoqchi, vrach bo'lmoqchi, shifokor bo'lmoqchi. Mana shuning uchun uni hamma inon ixtiyorni bolaga berib qo'yish noto'g'ri deb o'ylayman. Uni birga ishlash kerak. Bugun yoshlar haqiqatdan ham kasb tanlayaptimi yoki shunchaki diplom ortidan yuguryapti? Marhamat Suray opa. Hozirgi jamiyatimizda yoshlarimizni juda ham kasblarga qiziqishini ko'rib xursand bo'lamiz. Chunki haqiqatdan biz paytimizda imkoniyatlar bu darajada yaxshi bo'lmagan, o'quv kurslari bu darajada rivojlanmagan edi, imkoniyatlar bunchalik keng bo'lmagan, lekin hozirgi yoshlarimizni ko'rib faqat diplom ketidan emas, haqiqiy mana shu kasb egasi bo'laman degan yoshlar juda ko'p. Sababi bolalar o'sha kasbni egallagandan keyin
qanday yutuqlarga erishishi mumkinligini ko'ra olishyapti va bizdan-da ko'ra bir necha yil oldinga prognoz qila olishyapti. Ya'ni mana shu kasbni egallasam men qanday yutuqlarga erisha olaman deb yoshlar rejalar qurishyapti va bu narsa o'sha bizni davrdagi diplom olsa bo'ldi, ya'ni diplom qog'oz bo'lsa bo'ldi degan tendensiya hozir ishlamayapti. O'quvchilarni ota-onalar o'sha paytda biz paytimizda diplom olsang bo'ldi, asosiysi diplom, ya'ni diplom bilan xohlagan ishga kirish mumkin degan, diplom bor, ish tayin degan. ish tayyor degan narsa hozir yo'q va xursand bo'lamiz. Men o'zim o'qituvchi bo'lganim uchun yuqori sinf o'quvchilari bilan asosan ishlayman. O'quvchilarni o'sha hozir aytib o'tishdi, SAT, IELTS kabi xalqaro sertifikatlarni olib va keyinchalik xoh xorijda, xoh o'zimizning O'zbekistonimizdagi istalgan oliy o'quv yurtida o'qib qanday kasb egasi bo'lishini bolalar biladi va bu narsa bizni juda ham xursand qiladi. Faqat bitta narsani aytib o'tmoqchi edim. Kasb o'rganishda, menimcha bolalarni kasbga yo'naltirishda biz buni maktabgacha ta'limdan boshlashimiz kerak. Bunga misol Yaponiya, Xitoy ularni tajribasidan olsak, bog'cha bolalariga qandaydir o'sha kasblarni kichkina ularni aqliga sig'adigan darajada ularni layoqatidan kelib chiqib kasblar haqida ma'lumot berishadi. Xohlasa o'sha salatlarni to'g'rab aralashtirishni o'rgatishadi. Bu o'sha keyinchalik oshpazlikka yo'naltiradi bolalarni yoki mana shu. Bizda ham menimcha shu narsani sekin-sekin joriy qilib bo'lish kerak. Maktab ta'limi, maktabgacha ta'lim, maktab ta'limining boshlang'ich sinflari va o'sha 6-7-sinfga kelganda o'quvchi aynan qaysi yo'nalishda borishini tanlab oladi. Xususan o'zimizning Mirzo Ulug'bek tumanimizda maktabimiz bor, kasbga yo'naltirilgan maktab. Tajribalar bor, laboratoriyalar bor, o'sha oshxonalar bor, o'quvchilar shuni dars jarayonida qiladi, kiritilgan. Menimcha mana shu narsani hozirgi zamondagi o'sha texnologiya fani bor maktabda, shuni yana ham amaliy, nazariy emas, ko'proq amaliyotga yo'naltirsak, 9-sinfga kelib bola qaysi kasb egasi bo'lishini aniq xohlaydi va keyinchalik o'sha 3 yil, 4 yil davomida menimcha o'sha yo'nalish bo'yicha tahsil oladi, qo'shimcha mashg'ulotlar oladi, repetitorlikka boradi. Chunki afsuski ba'zi 9-10-11-sinf orasida hali qaysi kasbni egallashni bilmaydigan o'quvchilar ham afsuski bor. Ota-onalarning bunda bitta aybi bor deb o'ylayman. Mana shu bolalarni kasb tanlashida ota-onalar bitta xato qiladi. Bizda O'zbekistonda shu xato ko'p deb o'ylayman. Bola qaysi fandan oqsaydi-ku, o'sha fanga kuch beradi. Deylik, bola matematikadan zo'r, ingliz tilidan zo'r deb bola ona tili adabiyotdan yetkazib ola olmayapti. Olib boradida ona tili adabiyotdan repetitorga qo'yadi majburlab. Aksincha, masalan, men Yevropa bilan ko'p ishlaymiz. Yevropa tajribasidan bitta narsani e'tibor qilganman. Ular bola matematikaga kuchli bo'lyapti, eng zo'ri sinfida. Olib boradida matematikaga yana ham kuchli repetitorga yoki yana ham kuchli bolalar orasiga qo'yadi-da. Maqsad nima? Bolani o'sha tarafi kuchli-ku, o'shani yana ham kuchli qilib sohasini eng zo'r mutaxassis qilish. Lekin bu yerda hozir bolani qiynab ona tili adabiyotga o'qitib qo'ysiz yoki bola ona tili adabiyotga zo'r qiynab matematikaga beradi. Matematikaga berib qo'ysangiz, endi bu kuchini mana bu yoqqa ketkazyapti, lekin unga kuchi yetmayapti. Yana kamiga bu yoqdagi yaxshi, o'zi yaxshi bo'lgan fandan ham oqsab qoladi. Mana shu narsa bizni o'zbek ota-onalari bugungi kunda yo'l qo'yayotgan eng katta xatoliklardan deb o'ylayman. Bu fikringizga uncha qo'shilmayman. Chunki bolani har tomonlama biz mukammal qilishga harakat qilamiz. Masalan, ona tili to'g'ri, qiyin fan. Uni ko'pchilik o'zimizning tilimiz-ku, ne gapirishni bilmaymizmi deb o'ylaydi. Aslida matematika, yaxshi matematika ona tilini grammatikasini yaxshi bilish kerak. Chunki u ertaga davlat boshqaruvida ishlashi mumkin. U kompaniya boshqaradi. U notiqlik san'ati bo'lishi kerak unda. U orqasidan lider bo'lib odamlarni ergashtirish kerak. Agar uning nutqi, notiqlik san'ati bo'lmasa, u boshqaruvni boshqara olmaydi. Bu birinchisi. Hozir adabiyot. Nima uchun adabiyot kerak? Adabiyot o'sha o'quvchining dunyoqarashini kengaytiradi. Hattoki o'sha o'zi sevayotgan matematikadan go'zallik yaratishi mumkin. Ya'ni matematika qura hisob-kitob, aniq fanlar deymiz-ku, hisob-kitobdan iborat emas. Aksincha, o'sha matematika fanlarning toji ekanligini adabiyot orqali tushunib oladi. Men juda ham yaxshi ko'raman-da, bitta film bor, uzr. O'sha adabiyot matematikaga ixtisoslashgan maktab haqida bo'ladi. Bu o'quvchingiz allaqachon oq otda minib yuribdi deydi adabiyot muallimi. Chunki bolani qalbida
baribir biz go'zallik, estetika uyg'otishimiz kerak. Buni baribir adabiyot o'qitadi. Bu nimada majburlab uni adabiyot to'garagiga borsin demayman, repetitorga borsin demayman. Bu noto'g'ri. Lekin baribir o'sha biz bolani qalbida go'zallik uyg'otishimiz kerak. Nimaga hozir baribir chetlashib ketyapmiz uzr mavzudan. Bolamizni biz faqat matematik qilib qo'yadigan bo'lsak yoki faqat ingliz tili qilib qo'yadigan bo'lsak, yana bitta bizning ota-onalarning yomon nimasi bor, minus tomoni, bu o'zbek ota-onalarida bor deb o'ylayman. Bolani solishtirish. Do'sti bilan solishtiradi, qo'shnisi bilan, qarindoshi bilan solishtiradi. Vaholanki bu ularning o'ziga bo'lgan ishonchini pasaytiradi. Ishonchini pasaytiradi. Bularni bolaning psixikasiga juda yomon ta'sir qiladi. Men aytaman har doim solishtirmanglar. Bolangizni palonchi bilan solishtirmang deyman. Chunki buni iqtidori shunga yetadi, buniki shunga yetadi. Bu juda noto'g'ri. Bunda bori unda yo'q, unda bori bunda yo'qda aslida. O'sha noto'g'ri narsa. Bolani kasbga yo'naltirishimiz kerak, yordam berishimiz kerak, qo'llab-quvvatlashimiz kerak, lekin hech qachon solishtirish kerak emas. Mana shu eng katta muammolardan biri bizda. Keyin u aytadi, bu IT bo'lsa men bo'lmayman deydi, lekin iqtidori bor bu bolani. U tanlagani uchun, solishtirgani uchun u bolani yomon ko'radi va u bilan o'sha tanlagan kasbni tanlamasligi ham mumkin. Shu joyda opamizni, hamkasbimizni fikrlariga yana qo'shimcha kiritib ketmoqchiman. Fikrim bo'lmasligi uchun meni aytilyaptiki, bitta sohada ketish kerak emas. Har taraflama serqirra bo'lish kerak bola deyilyapti. Lekin aslida shunaqaki, individualniy tuzilgan insonda 8 xil intellekti bo'ladi-da. Har bir intellektini alohida qirrasi bor. Hammamizda bor, har bir bolada bor u narsa, lekin bitta qirrasi juda ham ifodalangan bo'ladi-da. Misol uchun, o'sha hozir siz aytayotgan masala umumiy intellektga taalluqli masala bo'lyapti-da. Unda o'sha bolani ta'lim olish salohiyati, umumiy bilimlarni olish salohiyati, o'qishga bo'lgan qiziqishlari, diqqat, xotira, hamma o'sha kognitiv komponentlar ichiga kirib ketadi. Lekin agar biz diqqat bilan bolamizni kuzatsak, unda alohida o'sha qobiliyatlarni, intellektual qobiliyatlarni payqashimiz mumkin-da. Ya'niki hozir siz aytyapsiz, o'sha matematik, mantiqiy, intellektli kuchli bolalar bo'ladi-da. Ularni agar maxsus yo'naltirsak, boshqalarni qoldirgan holda maxsus yo'naltirilsa, undan juda ham kuchli matematiklar yoki muhandislar yoki bo'lmasa o'sha aytishniklar, dasturchilar rivojlanib, o'sha barpo bo'lishi mumkin. Yana bo'lishi mumkin verbal intellektli bolalar bo'ladi-da. Ularda o'sha nutq qobiliyati, matnni tez ilg'ab olish, chiroyli gapirish, oratorlik, o'sha notiqlik san'ati juda ham rivojlangan bo'ladi. Ularni agar yo'naltirishingiz o'sha intellekti bo'yicha, ulardan juda ham mohir jurnalistlar chiqadi, teleboshlovchilar chiqadi yoki juda ham chiroyli psixologlar, o'sha televideniya xodimlari, ijodkorlar chiqadi-da. Shuning uchun alohida o'sha intellektni turlarini bilgan holda ota-onalarga tavsiya beramizki, o'sha bolani kuzatib, uni qaysi tarafga qiziqishlarini inobatga olib, u bilan suhbatlashib, u bilan fikr almashib, ichki dunyosi bilan qiziqqan holda agar kasb tanlansa, hech qachon xato bo'lmaydi. To'g'ri aytasiz, hozirgi zamonda o'sha hozir rivojlanib bormoqda, oldin bitta kasbni egallaganmiz va o'sha kasbda butun umr davomida ketganmiz, oldingi avlodlar. Hozirda esa bu narsa, hozir siz aytyapsiz-ku, aytishniga endi doktorlikka qiziqib qoldi-da. Zamon shunaqa bo'lyapti. Bolalarimizni ongi tez o'zgaryapti, har narsaga moslashyapti-da. Shuning uchun bolalarda biz tavsiya beramizki, emotsional intellektni rivojlantiring deymiz-da. Misol uchun, men bilaman, avtoritar boshqaruvda, misol uchun ota-ona men bilaman, hozir shu kasb faol, mana shunda ketasan deganimiz bilan ertaga bola agar sizni o'sha ko'rsatgan yo'lingizdan sizni hurmat qilib yoki sizga qarshi gap gapira olmasdan sizni yo'rig'ingizda yurib o'sha kasbni tanlashi ham mumkin. Oliygohga iqtidori yetib kirishi ham mumkin. Lekin bo'ladiki, birinchi, ikkinchi kursda umuman qiziqish qolmaydi. Keyin aytishi mumkin: "Oyi yoki ada, men qiziqmayapman, borgim kelmayapti o'sha universitetga. Meni umuman qiziqishim boshqa. Men shu sohaga qiziqyapman. Men shunga borsam-chi" deb ko'zlari chaqnab turganda ota-ona vaqtini o'ylaydi. Tikib qo'ygan pullarini o'ylashadi-da, "Yo'q bolam, bitirib olgin,
keyin ko'ramiz, keyin qaraysan, vaqtga qaraymiz, keyin fikrlarimizga qaraymiz. Hozir bitirib olgin, mana 2 kurs qoldi, 2 yiling qoldi yoki 3 yiling qoldi deyiladi. Ana shu joyda katta xato ketadi. Ko'pincha bizga keladi maslahatga, shunaqa bo'lyapti vaziyat. Men xohlagan kasb tanladi, bolam kirdi, endi meni oyoqlarini tirab olgan, davom ettirmayman, boshqa sohaga qiziqib ketyapman deyapti. Nima qilay deyishganda biz aytamiz. Agar davom ettirsangiz 5 yil kuyadi. Baribir ham qiziqmagan sohasida odam mazza qilib, удовольствие deydi, rohatlanib ishlamasa, inson zoti emotsionalniy выгорание deyiladi-da. O'sha o'zini kasbini sevib, undan rohat olib, undan mazza qilib, jamiyatga foydasi kelayotganligidan oziqlanib, ruhiy oziqlanib, ma'naviy oziqlanib ishlasagina ham jamiyatga foyda bo'ladi, ham o'zini sog'lig'iga foyda bo'ladi. Agar o'sha sohaga qiziqmadimi, ishlolmaydi. Shunda 5 yil kuyadi deb tushuntiramiz. Agar hozir to'xtatsangiz, o'zini kasbiga yo'naltirsak, mayli 1 yil kuyar, 2 yil kuyar, lekin shunga yarasha ertaga zo'r mutaxassis bo'lib yetishadi odam. O'sha ma'lum bir kasbni mohir ustasi bo'ladi. O'ylab ko'ring deb masalani qo'yamiz ota-onalarga. Ota-onalar ko'proq farzandini moliyaviy erkin bo'lishini xohlaydi-da va shu sababli farzandini kasbga yo'naltiradi. Bu majburan tanlangan kasb farzandga qanday baxt berishi mumkin? Majburan tanlangan kasb hech qanday baxt bermaydi, chunki kasb tanlashda biron bir sohani mutaxassisi bo'lishida bitirgan universitetini yoki diplomni hech qanday bir qiymati yo'q. Aslida o'sha kasbga xos bo'lgan xususiyatlari, qobiliyatlari asosiy rolni o'ynaydi. Shundagina agar u mohir o'sha kasbning ustasi bo'la olsagina, u ham moddiy ta'minlangan bo'ladi. U pulni orqasidan quvmaydi. Teskarisi pul uni orqasidan quva boshlaydi. Chunki agar meni dong'i ketgan zo'r vrach bo'lib yetishsa, u o'zini reklama qilish shart emas. Kelgan bemoriga juda ham aniq tashxis qo'yib, kerakli dori-darmonni tavsiya qilib, o'sha qisqa muddatda oson, yengil, tez agar uni tuzata olsa, u nechta odamni orqasidan olib keladi. Xuddi mana shunaqa strategiya ketadi bu yerda. Shu yerda o'tirgan ekspertlarning ko'pchiligining fikrini eshitdik. Kimdir o'sha aynan ekspert, kimdir ota-ona sifatida gapiryapti hozir farzandlarga. Men o'zim bir necha yildan beri aynan mana shu Toshkent shahridagi Adju universitetida qabul jarayonlariga mas'ul xodim sifatida ishlayman. O'sha ish jarayonida biz turli viloyatlarga boramiz, aynan o'sha ota-onalar bilan suhbatlashamiz va o'sha o'qish topshirmoqchi bo'lgan abituriyentlar bilan suhbatlashamiz va bu jarayonda bevosita ota-onaning roziligi, ota-onaning fikri juda ko'p ta'sirga ega. Chunki farzand bilan biz abituriyent bilan bevosita gaplashganimizda, universitetimiz haqida ma'lumot berganimizda, imkoniyat haqida ma'lumot berganimizda, u to'g'ridan-to'g'ri maslahatlashib ko'ray deydi. Hech qachon "Voy zo'r ekan, topshiraman" degan narsa bo'lmaydi to'g'ridan-to'g'ri. Ya'ni o'zlarining mustaqil fikrlarini hali ham bor. O'sha qaysidir ma'noda kimdir to'g'ri-to'g'ri yetkazib beryapti fikrlarini, lekin fikrni yetkaza olmasdan ota-onaning ra'yiga qaraydiganlar juda ko'p. Va bevosita o'sha vaqtda biz ota-ona bilan suhbatlashamiz. Farzandingiz sohaga qiziqyapti ekan, xo'p siz qanaqa? Ota-ona birinchi o'rinda boya boshida ham gapirib o'tildi, moliyaviy masalaga tarqaladi borib. Xo'p, ertaga bitirgandan keyin yaxshi joyda ishlaydimi, oyligi yaxshi bo'ladimi? Shu narsa. Ya'ni demoqchimanki, ota-ona farzandining qiziqishiga unchalik e'tibor bermaydi. Yaqinda ham shu bir voqea bo'ldi. Bizda Adju universitetida hozir qabul jarayonlari boshlangan, call centerda qo'ng'iroq bo'ldi menga. Va abituriyent bizga topshirmoqchi. Juda qiziqar ekan o'zi, juda ham qiziqar ekan, juda ham xohlayapman, lekin ota-onam rozi bo'lmayapti. Xo'p, sabab nima? Sababini bila olmadim. Ota-onangiz bilan bizni bog'lang, biz gaplashaylik yoki chaqiring universitetga kelsin, biz to'liq ma'lumot beramiz, o'shandan keyin balkim sizga yordam beramiz dedik. Ertasi kuniga endi ota-onasi kelmadi, lekin yaqin insonni olib keldi, ota-onasining o'rniga. O'sha inson qanaqadir vajohat bilan keldi. Nimaga sizlar bizani farzandimizni bu yoqqa yo'naltiryapsizlar? Qayerga boshlayapsizlar? Ular o'ylaganki, bu diplomni o'tmaydigan universitet degan bo'lishi mumkin, boshqa qanaqadir fikrlar bilan kelgan, lekin biz kelishi bilan chiroyli kutib olib, deb gaplashganimizdan keyin o'sha inson juda ham xursand bo'lib ketdi oxirida. Abituriyent bizga o'sha vaqt o'zi ro'yxatdan o'tdi, hujjatlarini topshirdi va Toshkent shahridagi Adju universitetida o'qish niyatini amalga oshirdi. Demoqchimanki, ota-onalar birinchi o'rinda moliyaviy masalaga e'tibor bermaslik kerak. Chunki farzandni o'zida xohish, qiziqish bo'lmasa, hozir siz aytib o'tdingiz, to'g'ri aytdingiz, baribir foydasi yo'q. U eng zo'r universitetda o'qisa ham,
ota-onasining puli ko'p bo'lsa ham u ertaga o'sha sohani olib keta olmaydi. Faqatgina kimnidir o'rnini egallagan bo'ladi. Ko'pincha viloyatlarga borganimizda ota-onalar viloyatlarda ko'proq farzandining pedagog bo'lishini xohlashadi. O'qituvchi bo'lsin deydi yoki maktabgacha ta'lim bog'chada ishlasin deydi. To'g'ri, bu kasblar juda ham kerakli kasb. Lekin o'qituvchi bo'ldi deylik o'sha farzand, ota-onasining ra'yiga qarab o'qituvchi bo'ldi, lekin ertaga u dars berish jarayonida qanchadan qancha yoshlarimizni vaqtini olmaydimi? Chunki o'z kasbini sevmagan o'qituvchi bolaga yaxshi dars bera olmaydi-ku, to'g'rimi? Men bitta misol keltiraman. Surxondaryodaman o'zi aslida, Oltinsoy tumanidan, juda ham chekka hudud. Maktabda o'qiganman va bizning maktabda imkoniyatlar deyarli bo'lmagan. Oddiy misol, kompyuter nimaligini ko'rmasdan maktab bitirgan bir shaxsman va o'sha vaqtda oliy ma'lumotli magistraturani tugatgan o'qituvchilar kelib dars o'tishardi, lekin biz qiziqmas edik. Bir safar kollejda o'qiydigan, oddiy o'sha 3-kursda o'qiydigan tarix o'qituvchisi keldi va vaholanki u tarix o'qituvchisi emas, o'zi tarixga qiziqargan, o'qituvchi bo'lmagani uchun darsga kiryapti va umuman tarix haqida bilmaydigan, tarixga qiziqmaydigan bolani ham u bitta darsda o'zi jamlab olyapti, o'ziga qamrab olyapti-da. Shundoq butun guruhga diqqatini o'sha o'qituvchiga qaratyapti. Chunki u har bitta o'quvchi bilan ishlayapti. O'zi tarix o'qituvchisi emas, lekin tarixni yaxshi biladi. O'shanda bildimki, demak, kasb tanlash juda ham muhim narsa. Yana aytmoqchimanki, o'sha universitet topshirmoqchi bo'lganlar bo'lsa, ayni vaqtda men o'zi 11-sinflar maktab tugatyapti. Kasbni to'g'ri tanlash kerak. Ertaga kimnidir o'rnini bekorga egallamaslik kerak. Hozir o'sha ish masalasi haqida ham boshida aytib o'tdik. To'g'ri, universitetni bitirgandan keyin ish topish juda ham qiyin. Juda qiyin narsa bu narsa aslida. Chunki mana bilamizki, universitetni bitirayotgan vaqtida bitiruvchi kurslarga universitetlar o'sha ish yarmarkalari tashkil qilishadi. Men o'zim O'zbekiston davlat san'at madaniyat institutini tugatganman. O'sha vaqtda men ishlardim. Birinchi kursdan ishga kirganman, ishlaganman. 4-kursda o'sha yarmarka bo'ldi, yarmarkaga bordim. Mutaxassisligim bo'yicha ish qanaqa bo'lar ekan, oylik qancha ekan deb qiziqish holati bo'ldi. Borganimda madaniyat institutini bitiryapman. Oylik summasi 1 million so'mlik ishga taklif qilyapti. Vaholanki men 4 yil davomida 12 milliondan kontrakt summasini to'laganman universitetga. Endi 1 millionlik ish bilan Toshkent shahrida viloyatdan kelib qanday yashayman? Juda kulgili holat bu narsa o'zi aslida. Hozirgi kunda siz aytdingiz, bolalar tezda o'zgaryapti. Kasb uning asosiy sababi biz hozir Instagram va ijtimoiy tarmoqlarga bog'lanib qolganmiz va ota-onalarimiz biz finansiviy, moliyaviy erkinlik bo'lishimizni xohlashadi va bir-birimizni taqqoslaydi boshqa, masalan, qo'shni balasi bilan yoki qarindosh bilan. Buning sababi shu o'zgaradi va Instagramda ko'rib ko'pchilik o'zining boy hayotini olib chiqqani sababdan o'zgaradi. Masalan, bir ikkitasi SMM, marketing yoki trader bo'lishni xohlab qoladi. Eplanmasdan voz kechadi va buning asosiy sababi intizom bo'lmasligi. Va siz aytdingiz, eski sun'iy intellekt bir ikkita kasblar yo'q qilib dedingiz, lekin o'sha kasb aytaman, ular yo'q bo'lmaydi. Elektriklar, santexniklar va duraktorlar, qo'l mehnati bilan ishlangan kasblar hech qachon yo'qolib ketmaydi. Buni sun'iy intellekt hech qachon o'g'irlanmaydi. To'g'ri bilan aytish mumkinki, mana bizni siyosatimizda ham davlatimiz rahbarini tashabbuslari bilan ham inson resursi eng yuqori resurs hisoblanadi. Respublikamizda mana shu o'rinda aytmoqchimanki, bu intellekt oddiy bu raqamli dastur hisoblanadi-da. U yerda bir tirik qalb, ruhiyat, ma'naviyat, Hissiyot yo'q, fikr, hissiyot, emotsiya, empatiya yo'q-da. Ertaga mana siz sanab o'tdingiz 3 ta kasb dedingiz, lekin psixolog, vrach, teleboshlovchi haqiqiy muloqot jarayonini ular yetkazib bera olmaydi hech qachon. Shuning uchun hozir sun'iy intellektga tayanib qolganimiz bilan, hozir qiziq bo'layotganligi bilan-da ma'lum bir kasblar ortga ketyapti. O'sha misol uchun nima kassirlarda yoki bo'lmasam o'sha ma'lumot yetkazib beruvchilar yoki narsalarni joy-joyiga teruvchi kasbdagilar ular yo'q bo'lib ketyapti. Lekin asosiy elita kasblar baribir ham qoladi. O'sha qora mehnatni qiladigan kasblar yo'qolib ketishi mumkin, lekin o'sha inson faktori, inson resursi uchun xizmat qiladigan o'sha insonning asl fitratidagi qobiliyatlari, qiziqishlari, mahoratlarini saqlashga va uni hayotda qo'llashga yo'naltiradigan asosiy kasblar baribir ham hech qachon o'lmaydi, aziz yoshlar, aziz ota-onalar. Shuning uchun yoshlarimizni birinchi navbatda o'sha ichki qiziqishlari
nimani his qilyapti, qayoqqa qarab o'sha ichki qalbi uni undayapti, o'sha haqida suhbat qilish kerak, ularni ichki olam bilan qiziqish kerak. Oddiy o'sha hali siz aytdingiz, yoshligidan bolaga e'tibor berish kerak, o'sha bog'cha yoshidan. Oddiy o'sha plastikasi, kinestetik intellekt deyiladi psixologik tilda. O'sha plastikasi yaxshi rivojlangan bolani, demak uni raqs to'garagiga yoki bo'lmasa sportga berish kerak, yo'naltirish kerak-da. Chunki biz fikrimiz bilan aytishimiz mumkin, o'zimizni tajribamiz bilan yoki bo'lmasa bolamizga yaxshilikni tilab yoki kimgadir havas qilib yo'naltirishimiz mumkin, lekin unga tabiat tarafidan berilgan o'sha imkoniyatni biz hech qachon to'ldirib bera olmaymiz. Ularga sun'iy ravishda kirgizib bera olmaymiz. Tabiatniki baribir tabiatniki. Agar biz unga investitsiya qilsak, undan juda ham qiyosi yo'q, juda ham zo'r kadrlar yetishib chiqadi va bu jamiyatimizni rivojiga o'zlarining hissasini qo'shadi. Marhamat Yulduzxon, so'z sizga. Siz qaysi kasb bilan shug'ullanasiz va ushbu kasbni tanlashda kimlar sizga yordam bergan, nimalarga e'tibor bergansiz, shu haqida o'rtoqlashangiz. Avvalambor hozir qo'shimcha qilib ketmoqchi edim, ya'ni talabalarni 4-bosqichni bitirgandan so'ng ularni hujjati, diplomi bir quruq qog'ozdek bo'lib qolmasligiga ayni damda shu kunda bir natija sifatida misol keltiraman. Prezidentimizni tashabbusi hamda qarorlari bilan ayni damda yuridik ta'limga dual ta'lim tizimi tatbiq qilinyapti bosqichma-bosqich va buni misolida ko'rishimiz mumkinki, hozirgi kunda talabalar 1-bosqichdan to 4-bosqichga qadar nazariy bilimlarini olgan holda har hafta misol uchun bir kunni belgilagan holda ular sudga yoki advokatlik firmalariga borib, ular o'zlarini qiziqtirgan sohasiga yo'naltirilgan holatda, ya'ni amaliyot bilan bog'liq holda o'zlarini bilimlarini ko'rishlari yoki natijalarini ko'rishlari mumkin. Va shu davrda misol uchun natijasi nimadan kelib chiqadi? 1-kursdan tortib talabalardan so'rasangiz, kim bo'lmoqchisan 4-kursdan keyin, bosqichdan keyin deganingizda 1-bosqichdayoq talabalar o'zini aniq bir fikri bilan, aniq bir kasbni o'zlariga belgilagan holda 4-bosqichga qadar o'sha kasb bilan yetib boradi. Va dual ta'lim tizimini bir yaxshi tarafidan biri bu talaba o'zini nazariy bilimlari bilan qotib qolmagan holda qayerda oqsayotganini hamda hayotda qaysi taraflama kerak bo'lishini yoki muammolarni ko'rib chiqqan holda u 1-bosqichdan to 4-bosqichgacha o'zini tayyorlab boradi va bitirgandan so'ng yaxshi talaba o'zini ko'rsatganligi uchun 4 yil mobaynida u o'sha tanlagan sohasiga borib ishlay olishi mumkin bo'ladi, ya'ni ko'chada qolib ketmaydi. Shu taraflama natijamizni hozirgi kunda o'sha dual ta'lim tizimini natijasini misol tariqasida keltirmoqchi edim. Kasb tanlash sohasida eng avvalambor o'sha yoshlikdan hammamizda bo'lgan bo'lsa kerak, to o'sha balog'at yoshidan to tanlash davrigacha hammamiz deyarli hamma kasbda o'zimizni xayolimizdan o'tkazib ketamiz. Va shunday bo'lganki, birinchi kasbim nimagadir xayolimga kelgan advokat bo'lish kasbi. Nima qilib oxiriga borib tanlash paytiga kelganda taqdir taqozosi bilan shuni tanlaganmiz va keyinchalik esa o'qish jarayonida ustozlarimizdan misol keltirib, ustozlarimizni hayot tarzini, ularni bilimlaridan olib, o'zimizni kasbimizni sobit qilganmiz shu nimada. Nega universitetni bitirgan yoshlar ish topolmayapti? Muammo qayerda, ta'lim tizimidami yoki yoshlarning saviyasizligida? Albatta, bitiruvchilarni ish bilan ta'minlashda bevosita universitet ham, talaba ham umumiy hisoblanadi. Ikkalasi ajratib bo'lmaydi baribir. Ko'pchilik bugungi kunda ish topish rostdan ham qiyin masala va chunki oldinlari bilamizki, universitetga kirish juda ham qiyin edi. Faqat davlat universitetlari bo'lar edi. Hozirgi vaqtda xususiy universitetlar bor, xorijiy universitetlar bor va bitiruvchi kurslar, ya'ni sinf maktab bitirayotganlar juda ko'p joyga o'qishga kirishi mumkin bir vaqtning o'zida. Va kadrlar, ya'ni yetishmovchiligi bugungi kunda qaysidir ma'noda anchayin kamayib bormoqda. Chunki
bitiruvchilar rosa ko'p universitetlarda va bu jarayonda albatta ish topish juda ham qiyin bo'ladi, chunki kadrlar to'lgandan keyin albatta ish topish qiyin. Umuman olganda bugun agar ish topmoqchi bo'lsangiz, deylik, ko'plab ijtimoiy tarmoqlarda ish topadigan rasmiy saytlar bor yoki boshqalar bor, lekin u yerga murojaat qilganingizda ishingiz hal bo'lmaydi. Ya'ni talaba sifatida yoki umuman shaxs sifatida murojaat qiladigan bo'lsangiz, men o'zim ham ko'p ko'rganman bu holatlar, o'zimda shaxsan bo'lgan, javob kelmaydi yoki bo'lmasam siz qabul qilinmadingiz, bizda bu ish o'rni yo'q. U lekin o'zi aslida o'sha joyda ba'zida turgan bo'ladi. Bu ish o'shada bo'ladi. Faqatgina sizga sekingina ishimiz yo'q, hozir keyin aloqaga chiqamiz deb qo'yishadi. Va bu talabalarni, bitiruvchilarni ish bilan ta'minlash albatta universitet oldida turgan vazifa hisoblanadi. Chunki ular talabani 4 yil o'qityapti o'sha mutaxassislik bo'yicha. O'sha mutaxassislikni u bekorga ochmaganki, O'zbekistonda shu sohaga bo'lgan talab bo'lgani uchun ochgan. Va aynan ko'p talabalar, deylik, ularning bilimi ularni ish bilan ta'minlashda asosiy vazifa hisoblanadi. Universitet 4 yil o'qitadi, diplom beradi. Deylik, mana o'qituvchilar turishibdi, bola kelib dars o'tadi. O'rgangan bola, harakat qilgan bola oladi. O'qituvchi ham bitta bolaga, deylik, tushunmaydigan bolaga 10 marta tushuntiradigan bo'lsa, tushunmadimi, 11-sida o'sha bolani ishlagisi kelmaydi. Chunki u bolada o'zi xohish bo'lmaydi, o'qituvchi charchaydi va vaholanki ertaga universitetni bitirgandan keyin o'sha bilim olmagan, orqa partada o'tirgan talaba ish topa olmaydi. Chunki hech qayerda nomutaxassis sifatida bilimga ega bo'lmagan kadr kerak emas va hozirgi vaqtda tashkilotlar tajribasiz xodimlarni ishga olishmayapti. Shuning uchun ham universitetlarda amaliyot dasturi joriy qilingan. Dedik, o'sha 3-kursdan 4-kurs amaliyotga chiqishadi yoki bo'lmasam o'sha ko'p universitetlarda talabalar bevosita o'qish davrida ishlashyapti va bu jarayon ular ertaga universitet bitirgandan keyin ishlashi uchun zamin hisoblanadi. Bemalol o'sha tashkilotga boradigan bo'lsa, mutaxassisligi bo'yicha o'sha ishni olib keta oladi va korxona ham qo'rqmasdan unga ish beradi. Bu yerda asosiy mezon nima, bilasizmi? Universitet aybdormi, ota-ona aybdormi yoki biron bir ishga olmayotgan tashkilot aybdormi deyilyapti. Masalan, shunaqa qo'yilyapti. Aslida u yerda hech kim aybdor emas. Birinchi navbatda o'sha o'qib chiqayotgan talabani o'zini anglashiga bog'liq. O'zini mas'uliyatiga bog'liq, qiziqishlarini anglashiga bog'liq, oldiga qo'ygan maqsadiga bog'liqda. Agar u o'zini anglasa, o'zini qobiliyatlarini, nimaga qodir ekanligini, o'zini ijodiy g'oyalarini barpo etsa, men nima bera olaman degan savolga bemalol javob bera olsa, u hech kimni ayblamaydi. Hech kimni ayblamaydi va takliflar beriladi u bolaga va u juda ham nufuzli joylarda katta oyliklarni olib ishlashi mumkin. O'zini anglamaslik, haqiqatda juda ham to'g'ri aytdingiz, o'zini anglamaslik. Media va kommunikatsiya, ya'ni bu jurnalistika sohasida men dars beraman-da. Bir kun kiryapman, talaba shunaqa talaba bor, 4-5 ta shunaqa talaba bor. Jurnalistikani J harfini tushunmaydi-da, o'zi u nima soha, qanaqa 3-kursga kelib qo'ygan 2 qator narsa yozmagan-da shu bolalar. Keyin men so'radim, siz dedim, qaysi universitetga, qaysi fakultetga kirayotganingizni bilganmisiz? Yo'q, bilmay kirib qolganman dedi. Qanaqasiga? Demak, ota-onalar sababchi bunga ham. Endi yo'q, ota-ona sababchi emas bu yoqda. Diplom uchun kirgan Yo'q, diplom uchun ham kirmagan, bu yog'i bor. Bali to'g'ri ketmagan. Qanaqasiga siz bilmasligingiz mumkin. Endi biz deydi pandemiya paytida topshirganmiz deydi. Birinchi marta onlayn topshirilgan-ku pandemiya paytida o'qishlik. Endi hozir hammasi onlayn bo'lib ketdi. Shunda deydi kommunikatsiya so'zini ko'rib deydi, men aytishlik bo'lib chiqaman deb. Aytishlik bo'lib chiqaman deb o'ylab topshirganman. Kirsam deydi, aytida bu yoqda deydi asar yo'q. Kim kuldim. Siz media degan so'zni tushunmaysizmi desam, yo'q, mediasiga qaramabman. Shunchalik maqsadsiz, shunchalik o'zini hop aytishlik bo'lmoqchi bo'lsa, shuni axborot texnologiyalari, u media va kommunikatsiya emas, axborot texnologiyalar deb nomlanishini ham bilmaydi-da. Soha bo'yicha hech qanaqa xabari yo'q. Ya'ni hozir yoshlar o'sha deylik qaysi kasbni egallamoqchi hozir bu kishyapti. IT bo'lmoqchi ekan, nahotki o'sha talaba IT bo'lish uchun qaysi sohaga o'qish kerak, qaysi universitetda o'qish kerak, bu IT nomi nimaligini bilmagan talaba ertaga u o'sha deylik yaxshi ITda o'qimagan ekan, ertaga umuman o'sha buzib yuborardi. Muammo bilasizmi, talabalardagi bitta muammoda katta muammolardan bittasi, talaba insi bitirib keldimi, uni ish bilan ta'minlagan nima deydi, u faqat xususiy korxonada emas, davlat korxonasida ishlaydi, boshqa katta pul talab qilishi.
katta oylik talab qilyapti hozirgi yoshlarimiz. Ularni masalan endi pedagogika sohasi deyamiz, o'qituvchi bo'lib keldimi, maktabga birinchi dastlabki kelganda u mutaxassis bo'lib keladi, bakalavrni bitirgani uchun. Magistraturani bitirib kelsa, u birinchi yetakchi, ya'ni birinchi toifa bilan keladi. Yo'q, hozir birga o'tdi endi. Birinchi toifa bo'lib keladi. Mutaxassis bilan birinchi toifani oyligida farq bor. Farq bor. Ana shunga qanoat qilmayapti. Men bir kun so'radim o'quvchimdan, qayerga ketmoqchisan desam, Amerikaga dedi. Nimaga desam, ko'p pul topmoqchiman dedi. Xo'p, qancha ko'p pul dedi. Mana bitta katta sef pul to'la topding. Keyin nima qilasan desam, bundan ham ko'p pul topish dedi. Keyin nima qilasan desam, keyin bola tarbiyasi bilan shug'ullanaman dedi. Unda yoshing nechida bo'ladi desam, 35 yoshda bo'laman dedi. 35 yoshda kechmasmi bola tarbiyasiga dedim. Ko'ryapsizmi? Bizani yoshlarda shunaqa bo'lib qolganki, ota-onalar ham shunaqa hozir pul asosiy muammo pul topish. Bola, mana aytasiz, bola bilan shug'ullanish kerak, kasbga yo'naltirish kerak. Ota-onaning vaqti bormikin? Bir kunda necha minut bolaga vaqt ajratar ekan? Bolasini kuzatarmikin? Bolasiga qiziqarmikin? Mana shu muammo bizda hozirgi. Bolalar nima uchun noto'g'ri kasb tanlayapti? Kommunikatsiya so'zini bilmayapti. Chunki unga hech kim e'tibor bermagan. U o'zicha maktabga borib kelgan, o'zicha institutga topshirgan, o'zicha o'qishga kirgan. Eng katta muammo mana shuda. Gapingizni bo'lyapman. Siz hozir o'sha yosh kadr kelib, katta oylik so'rayapti deyapsiz-da. Lekin qaysi tomonda bu ham to'g'ri narsa. Chunki o'ziga ishonadi u yosh. Ishongani uchun shunaqa reglamenti bor-ku, masalan, kunda yo'q, mana to'g'ri. Qarang, mana O'zbekistonda ko'p joyda shunaqa narsaki, mana endi kelding-ku, boshing ko'tarilib qoldimi seni deb tashkilotlarga borsangizda, fikr bildirsangiz yoki umuman oylik masalasida. Qo'shila olmayman men sizni fikringizga. Chunki bu narsa kerakli narsa bu narsa. Chunki bugun xohlaymizmi ko'p narsa o'sha moliyaviy masala tarqaladi borib. Deylik o'sha o'qituvchi bo'ladigan bo'lsa, deylik u erkak kishi o'qituvchi bo'lishi mumkin-da, u yosh oila hisoblanadi. Xo'p, borgandan birinchi yildan unga mutaxassis bilan bosh o'qituvchini oyligini teng qilib qo'ya olmaydi. U budjet hisob-kitob teng qilish kerak emas, to'g'ri, teng emasdir, chunki lekin imkoniyatlar yaratilyapti. Chunki u oldingi o'qituvchining 10 yillik tajribasi bordir. 15 yil tajribasi bor. U ancha tajribaga ega o'qituvchi. Tajribada gap ketmayapti bu yerda, tajriba emas. Bu yerda o'sha olayotgan kategoriyasi, sertifikatlariga bog'liq. Masalan, u institut bitiryapti. Marhamat, sertifikati bilan kelsin, 50%, 20%, 70%lik ustamalar. To'g'ri, mana qarang, siz hozir o'qituvchi sifatida aytyapsiz-da, o'qituvchi toifa bor. Lekin hamma sohadan toifa yo'q. Qolgan masalan, jurnalistlarda bilaman, sizlarda yil o'ynaydi. Masalan, tajriba o'ynaladi-da. Umuman qaraganda albatta har bir universitetni bitirgan inson yaxshi oyda ishlashni xohlashadi. Keling shu o'rinda yoshlarimizga yuzlansak, chunki ularning dunyoqarashi boshqa, ularning istaklari boshqa, ular nimani o'ylayapti, o'z kasbini tanlayotganda, ish topayotganda nimalarga, qanday qiyinchiliklarga duch kelyapti, shu savol bilan yuzlansak marhamat. Prezidentimiz tashabbuslari bilan ta'lim doirasiga oid qator islohotlar yaratib berilayotgan sharoitlar natijasi menga motivatsiya bo'ladi. Ya'ni shu qatorda bir narsani aytib o'tmoqchiman. Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 13-martdagi 149-sonli qarorlarga ko'ra grantni qayta taqsimlash loyihasi menga juda ham katta turtki bo'lgan. Ya'ni birinchi kursga kirganimda to'lov kontrakt asosida o'qishga kirganman va o'qishni a'lo baholarga bitirib, ya'ni birinchi kursni ijtimoiy faol bo'lib, tadbir loyihalarida va o'z fikrlarimni bayon etib, ikkinchi kursda grant asosida talabalikka tavsiya etildim va universitetimizda har yili faqatgina 4-kurslarga emas, 1-kursdan 4-kursgacha bo'lgan barcha talaba yoshlar uchun mehnat yarmarkalari o'tkaziladi. Ya'ni media sohasi vakillari kelib biz bilan suhbatlashib, ya'ni ishga kirish imkoniyati paydo bo'ladi va bu chorakdan bu semestrdan bizga boshlandi. Har hafta juma kuni malakaviy amaliyot dasturi. Ya'ni biz har bir talaba o'z xohishi bilan o'zi xohlagan tashkilotga yoki televideniyega amaliyot o'tashi mumkin. Ya'ni ota-onalar hozirgi kunda o'z erisha olmagan orzularida farzandlarida ko'rishni xohlaydi. Ya'ni bunda esa xohish irodasini, ya'ni bozor talabini ham albatta inobatga olish kerak, albatta. Ya'ni bunda insonni har bir yoshlarning insonni o'ziga bog'liq, qayerda nima qilishi, ya'ni bilimga xohishi bo'lsa agar hamma narsani uddasidan chiqsa bo'ladi. Ya'ni misol ham keltirmoqchiman, ya'ni meni bir do'stim bor edi. U chet elga o'qishga juda ham qiziqardi, lekin oilada bitta o'g'il edi, yagona o'g'il. Ota-onasi bunga qarshi chiqishdi.
albatta chet elga borishga, chunki yagona o'g'il, u yer begona davlat. Lekin o'zi yashin tayyorlandi, IELTSdan 8 ball oldi, SATdan 1400 dan yuqori ball oldi va chet eldagi universitetlarga kirdi, Germaniyadagi universitetga va keyinchalik esa ota-onasiga o'sha mavzuni yotig'i bilan tushuntirganda albatta ota-onasi bunga rozi bo'ldi. Bular nima demoqchiman? Ya'ni bunda ko'p kishi ota-onani aybdor qiladi yoki ustozlarni aybdor qiladi, lekin inson o'zi bog'liq bo'lsa, ya'ni o'zida bo'lsa, hamma narsani ilojidan chiqsa bo'ladi. Mani fikrim sizga qo'shilmayman. Ota-ona aybdor emas, farzand ham aybdor bo'lishi mumkin bunga. Siz o'zingiz haftasiga necha soat farzandingizga vaqt ajratasiz? Har kuni ajrataman. Har kuni ajratasiz. Ilojim yo'q, ajrataman. Ba'zi ota-onalar ajratadi, lekin farzand xohlamasligi ham mumkin. Yo'q, bu noto'g'ri. Chunki bola Noto'g'ri mana emas, kichkinaligidan muxbir. ota-ona ajratish kerak vaqt. Bola bilan suhbatlashish kerak. Bitta talabamiz birinchi kursga kirgan, onlayn kirgan deganmiz. Buning asosiy sababi u talaba mas'uliyatsiz va kasb haqida yetarli bilimga ega bo'lmagan. Bunga yechim sifatida maktabda, yuqori sinfda, viloyatda, boshqa maktablarda kasb haqida yetarli bilim bo'lmaydi. Shunga yechim sifatida kasb hunar yoki universitetdan borishlari kerak degan fikrim bor. Viloyatda ayblashingizga qo'shilmayman, Yo'q. chunki qaytanga aynan viloyatdagi o'quvchilar yaxshiroq universitetlarga kiradi. Xorij nima universitetlarda ham, chet ellarda ham asosan viloyatdagi o'quvchilarimiz o'qiyapti. Ular juda yuqori ball bilan ham kirishyapti. Viloyatlarga targ'ib tushuntirishlar olib borilmaydi deyapti. Olib boriladi ham. O'zim mana shu qabulga mas'ul sifatida deyarli hamma viloyatga borib kelganman-da, har yili boraman, maktablarga boraman-da. Bevosita siz qaysi viloyatdansiz? Qo'qon shahridan. Qo'qondansizda. Hozir fikrimni tugatib oling. Mana viloyatlarga maktablarga borganimizda biza iltimos qilamiz maktab rahbaridan. Iltimos, shu bolani bitta joyga yig'ib bering, hammasini biza ma'lumot beraylik universitet haqida ularga deymizda. O'qituvchi jon kuydirib bolani yig'ib beradi bitta xonaga, lekin o'sha yerda o'tirgan 99% o'quvchi umuman majbur o'tiradi. Tijod chiqib ketsa, tugab ketsa-da, bizda gapirtirgani qo'ymaydi va eshitgani ham qo'ymaydi-da. Bevosita biz u yerga o'zimizcha borganimiz yo'q, to'g'ri. Biz qabul uchun borganmiz, lekin aslida o'sha yerda o'qiyotgan yoshlarni bir yaxshi kasb egasi bo'lsin, mana shunaqa bir xorijiy universitetda o'qisin degan maqsadda borgan bo'lamiz-da, lekin u yerda bizni eshitishmaydi o'quvchilar. Men kuni kecha ham Toshkent viloyatiga borib keldim, u yerdan xuddi shunaqa. Orqada o'tib olishadi-da, gap otishadi, professor gap otishadi yoki menga gap otishadi yoki bo'lmasam umuman telefonga o'tishadi. Siz umuman balkim sizni Qo'qon shahriga ham borganman men. Qo'qon shahriga ham borganman maktablarga-da. Hamma maktabda shunaqa holatlar. Ba'zi joylarda hali bir namunali deylik, hali ixtisoslashtirilgan maktablar yoki prezident maktabiga borsangiz, prezident maktabiga boradigan bo'lsangiz, bolalar o'tirishadi, sizni tinglashadi. Chunki ularning maqsadi bor, ular oldiga maqsad qo'ygan, shu sari harakat qilyapti. O'shaning uchun balkim u bizga topshirmas biz universitetimizga, lekin u o'sha qiziqyapti. Qani bu qanaqa universitet ekan? Unda o'sha fikrlash bor, maqsad bor. Shuning uchun siz maktablarda targ'ibot qilinmaydi degan narsa bu noto'g'ri narsa. Psixologlar bor maktablarda. Psixologlar bu o'sha maktabda bolani yo'naltiradigan, kasbga yo'naltiradiganda, bevosita, lekin u psixologni ham maktablarda o'qituvchi senga nima nazarga ilmaydi. Haqiqatdan ham bularda gapiradigan hatto mana bizga ham telefon qilishadi. Respublikamizning chekka hududlaridan topib bizga telefon qilishadi. Sizlarning litseylarga farzandim kirmoqchi edi, qaysi fanlarga tayyorlanish kerak, nima qilish kerak deb. Hozirda informatsiya juda tez ishlaydi. Biz juda ham ko'p informatsiyani qabul qiladi miya. O'shaning uchun bolalar biza chekka hududdan kelgan bolalarimiz, chekka hududdagi bolalar o'qishga kiryapti, o'qishyapti, lekin guruch kurmaksiz bo'lmaydi-da. Unaqa nima deydi? O'qishga qiziqmaydigan bolani majbur qilish kerak emas oliy ta'limda o'qishni. Juda to'g'ri. Uni o'zini o'sha qiziqqan kasbi bor. O'sha duradgorlikmi yoki naqqoshlikmi yoki amaliyda o'sha shart emas. Oliy ma'lumotsiz ham zo'r kasb egasi bo'lib, oilasini bemalol boqib, nima deydi, oliy toifali oliy ma'lumotli insondan ko'ra ko'p narsaga erishish mumkin-da. Shu o'rinda ota-onalarda shunaqa fikri ham bor-da, albatta farzandim oliy ta'limga kirish kerak degan fikr bu noto'g'ri fikrda. Haqiqatda agar farzandda ichida ilmga layoqat bo'lmasa, qiziqishi bo'lmasa, hali siz aytgandek, siz targ'ibotga borgan joyingizda ham ular orqa partada kimgadir qitimirchilik qilib diqqatingizni buzib o'tirishadi. Chunki tubdan aql bermasa, turtgan aql na bo'lur deyiladi-da. Shuning uchun haqiqatda tubdan u sohaga o'sha salohiyati bo'lmasa, uni amaliy bir hunarga berish kerak undan ko'ra. Siz aytyapsizki,
hozirgi shiddatli zamonda vaqt bormikan ota-onani vaqt ajratishga farzandlarga? Bu ham o'zini o'zi oqlash, kimgadir ayb to'nkash, zamonga ayb to'nkash, vaqtni tez o'tib ketayotganiga ayb to'nkash aslida. Agar ota-ona farzandini kelajagi haqida chuqur o'ylasa, mas'uliyatini his qilsa, jiddiy qarasa, topadi. Dasturxon atrofida bizning milliy urf-odatlarimiz bor. Hammamiz birgalikda o'tirganimizda ham ovqatlanayotgan vaqtda sanda nima bo'ldi? Sen nimaga qiziqyapsan? Qaysi repetitorga beray deb oddiy o'sha alohida o'tirish shart emas. Dasturxon atrofida shu dasturxon boshida ham gapirtirmaydigan ota-onalar bor-da, ovqating gapirmay yeydi, ovqati gapirmay yeydi degan nimalar bor. Demak, erkinlik yo'qolib boryapti. Shu narsalar ham bor. Endi u bir masala, lekin o'zi aslida bugun unaqa bir dasturxon atrofida o'tirib gapirishadigan oilalarni topish qiyin bo'lib qoladi. Hozirgi vaqtda juda qiyin Lekin o'sha mentalitetimiz kechqurun ovqatlanish vaqtida otasi ishda, onasi endi kelgan bo'ladi, farzand maktabda bo'ladi, bir joyda bo'ladi, unaqa bir joyda o'tirib suhbatlashishni o'zi hozir imkonsiz oila bu jamiyatning kichik bo'lagida. Agar bir oilada ham boshliqlar o'sha tartib intizomni yo'lga qo'ysa, hamma bir vaqtda ovqatlanishni yo'lga qo'ysa, baribir hamma bitta joyga yig'iladi-yu, mas'uliyatni his qilib mana shu vaqtda hammamiz ovqatlanamiz deysa ham bo'ladi. Bular to'g'ri aytyapti. Hozirgi ish jarayoni ko'proq nima deydi, erkaklar ishdan juda ham kech keladigan, nima ketyapti, 11-12 bo'lib ketadi. Faqat bolani tarbiyasi ko'proq onani bo'ynida ham qolyapti-da. Ona ham bolaga vaqt ajrata olmay qolyapti. Nima deb o'ylaysiz? Qobiliyatni qanday aniqlash mumkin? Qobiliyatni boya o'sha o'tib o'tgan fikrimni yana bir to'ldirgan holda kichiklikdan izlash kerak. Bolani kichkinalikdan xohlagan bolani o'tkazing, yo qirqish yo qaychida qirqishga, yoki legoda bir nima yasashga, yoki bir bolachalar o'sha shifokor bo'lib kelib o'lchab ketadi. Har xil hamma bolada bor. Biror bir iqtidori yoki layoqati yoki qobiliyati bo'lmagan bolani o'zi yo'q. Faqat mana hozir boyagi fikringlarga ozgina qo'shimcha qilgan holda biz oila qurayotganimizda biz ota-onalik, bo'lajak ota-onalik mas'uliyatini bo'ynimizga olamiz. Xohlaymizmi, xohlamaymizmi, farzandni dunyoga keltirdikmi, 18 yoshgacha biz javobgarmiz. Farzandimizni voyaga yetmaguncha mana qonunan jihatidan ham maktabda ishlaymiz, har bir ularni qilgan ishlari uchun biz javobgarmiz va ota-ona sifatida uni bu bizni vaqtimiz yo'qligi, ishimiz ko'pligi, boshqa bir sabablar, bu faqatgina sabab deb o'ylayman. Bu bahona qilishadi, bahona deb o'ylayman. Xohlagan inson topadi va o'sha bolani yoshligidan uni qobiliyatini, nimaga qiziqishini rivojlantirishga, uni birinchidan shakllantirishga, uni keyin rivojlantirishni o'zini oldiga maqsad qo'ygan ota-ona uni xohlaydi. Xohlagan vaqtini ajratib olib boradi. Buni imkoni bor. Mana shu narsani yo'lga qo'yishimiz kerak. Hozirgi bilasizmi, bir narsadan xursand bo'laman. Yosh ota-onalar bolalarni har tomonlama rivojlanishini xohlaydigan ota-onalar. Mana biz ota-onalar bilan ishlaymiz. Maktabda ishlaganimizda har xil ota-onalar keladi. To'g'ri, guruch ko'rmaysiz bo'lmaydi. Bolasini tashab qo'ygan, bolasini qiziqishlari bilan uni qanday o'qiyapti, qanday kelib ketyapti, darsga qatnayaptimi, qatnamayapti. Buni bilan qiziqmaydigan ota-onalar ham bor. Afsuski, bunday ota-onalar ham bor. Lekin biz xursand bo'lamizki, bolam kelib eshik tagida turishadi. Mana siz o'zbek tili o'qituvchisiz, davlat tili, men rus maktabida ishlayman. Bolam o'zbek tilini o'rganishni xohlayman. Biz O'zbekistonda oxirgacha yashaymiz va bolam bemalol o'zbek tilida xohlayman gaplashishini. Sababki meni o'g'lim yoki qizim kelajakda mana shu davlat tashkilotida ishlagandan keyin u bilishi shart. Mana hozirgi kunda bilamiz, davlat tashkilotlarida hamma hujjatlar o'zbek tilida, lotin yozuvida amalga oshirilishi kerak. Bu qonunchiligimizda ham bor. Shuni bolalar, shuni ota-onalar bolalarini bilishni xohlashligini juda xursand bo'laman. Bir xil ota-onalar bor, haqiqatan qiziqmaydi ham, kelmaydi ham. Menimcha bu ularni o'sha mas'uliyatsizligi, buni ota-ona sifatida qanaqadir bir katta xatoga yo'l qo'yayotgandan deb o'ylayman-da. Kelajakda bu ota-onalar, bu mana shunday ota-onalardan afsuski kelajakda o'z yo'lini topa olmagan, yomon yo'lga kirib ketgan, shaxs sifatida rivojlanmagan, jinoyatchilikka kiradimi, mayli, avvalambor unaqa bo'lmasin, lekin o'z yo'lini topa olmagan farzandlar bo'lib qolishidan yomon-da. Va bitta narsani aytmoqchimanki, boya biz ota-onalarmi aybdormi yoki farzandlarni o'zi kasb tanlashda noto'g'ri yo'lga qo'yyaptimi degan bu masala menimcha necha yillardan beri bo'lgan masala, keyinchalik ham bo'ladi, lekin avvalambor to'g'ri ota-ona bola bilan qiziqish kerak.
birinchi o'rinda bu yerda ozgina yoshlarimiz ham ota onaga quloq solish kerak. Nima? Ota onaga yoki tushuntira olish kerak. Ona, ada, men shu kasbni egallamoqchiman va tushuntirib, agar shu kasbni ketmoqchiman, ota ona shu kasbni qarshiman, lekin farzand shuni illamoqchiman, demak isbotlab berish kerak ota onasiga. Asoslarini keltirib o'tirish kerak. O'qituvchi bo'lganimizda juda og'ir kasblardan bittasi bizning kasbimiz, bilasizmi? Bir kun kelib 4 yil diplom institutda o'qigan, oliy ta'lim muassasasida o'qigan, o'qituvchi bo'laman deb kelgan, biladi o'qituvchining ishi. Bolalar tarbiyasi bilan, bolalarga bilim berish bilan, kezi kelganda hujjatbozlik bilan ham bog'liq bu narsa. Bir kun ishlab ketmaydigan o'qituvchilar ham bor. Afsuski 4 yil shu ta'lim olgani, ularni men afsus deyman. Chunki o'qituvchilikda 45 minut bolaga bilim berish, u ham o'qituvchini ham biladi. Doskada misolni yozadi yoki hozir elektron doskalar bor maktablarda tushuntirib beradi. Lekin bolani o'zini kasbiga muhabbat bo'lish kerak. Bolani sevish kerak. Bola bilan uni har xil holatida bola keladi. Uyda muammo bo'lgan bolalar bor. O'sha ota-onasini muammosini urushini ko'rgan bolalar bor. Kerak kelganda yonimizga olamiz. Kerak kelganda shunday vaziyatlar bo'ladi. Bola uydan chiqib ketadi. Borib uni topib kelib yarashtirishimiz kerak. Sevish kerak. Har qanday kasbda ham menimcha sevish kerak. Va bularni fikrlarni aytganimda davom ettiraman. Bilasizmi, shunday kasblar borki, hali ham zamonaviy tilda aytganda trenddada bu kasblar. Avtomexaniklar hali ham hozirgi kunda deyarli har bitta oilada mashina bor va mashina bo'lgan, texnika bo'lgandan keyin u buziladi, unga qarash kerak. Avtomexaniklar hali ham bor va ular juda yaxshi mablag' egasi bo'ladi, juda yaxshi daromad topishadi. Yoki santexnik hamma joyda kerak. Faqat biz bolalarimizga shu bo'ldi vrach bo'lishing kerak, qo'ying. U ertaga kimnidir hayotiga zomin bo'lgandan ko'ra, kimnidir o'sha hayotdan bevaqt ko'z yoshiga yoki butun umr nogiron bo'lgandan ko'ra, undan ko'ra bu shifokor bo'lmay qolsin. Undan ko'ra boshqa kerakli kasb egasi bo'lsin. Shuning uchun biz menimcha bolalarni ham, o'quvchilarni ham quloq solganda, farzandimizni ham quloq solganda va ularga kerak paytda shu yo'l yo'riq, agar eplolmadikmi, undan ko'ra psixologga boraylik, maslahat qilik, bu uyat emas. Mana shunday bizni ikkalamizning ham qarashimiz, o'g'lim shuni xohlayapti, farzandim shuni xohlayapti, men ota-ona sifatida bo'laman. Psixolog kompromisga keltiradi, ya'ni o'rtadagi murosa qilib, o'sha bolani layoqati, bolani kelajagini to'g'ri yo'lga qo'yadigan kasb tanlab beradi deb o'ylayman. Aytmoqchiman-da, o'qituvchilar haqida gapirdingizmi, ustoz siz? Menda shunaqa voqea bo'lganki, yoshligimda she'r yozishga juda ham qiziqardim. Lekin oilamizda shoir yoki shoir umuman unaqalar yo'q. Endi juda qiziqardimda, o'zimcha qoralama qilib yurardim she'rlarni va o'sha o'qituvchimiz bo'ladi, adabiyot fanidan o'qituvchi bo'lardi. O'qituvchiga borganmanda, shu ko'rsatganman. Ya'ni yordam bering, men shunaqa she'r yozyapman, shunaqa qiziqishim bor deganimda, qog'oz o'sha daftarda olgan, o'qimagan she'rni ozgina boshida o'qiganda, bo'lmaydi buning degan. Bo'ldi, bo'lmaydi deb shunday bergan qo'limga. Bo'ldi. O'sha bitta bo'lmaydi degan so'z bilan bo'ldi hammasi. Balkim bu shoir bo'lishi mumkin edi. O'zini kasbini sevish kerak, fidoyilik kerak har bir kasbda. Keyin yoshligimda maktab vaqtida juda tez gapirardim. Juda ham tez gapirardim. Hozir ham tez gapiraman. Endi hozir ancha yaxshi bo'lgani, u vaqtda tushunishmas edi ko'pchilik insonlar. Ayniqsa o'sha bir kuni darsda o'tirganimda, o'sha aynan adabiyot o'qituvchisi turg'izib savol bergan menga, savol berishganda, savolga tez javob berib olganman. Butun sinfni oldida shunaqa bo'lganki, qayta gapirgin degan. Ya'ni kulimsirab gapirgan. Kulib qayta gapir, hech kim tushunmadi, qayta gapir degan. O'sha bitta menga qarab kulib gapirgani, hammani oldida shu narsani oshkor qilgani juda yomon ta'sir qilgan bu narsa menga. Va aytganmanki, hali vaqti keladi, nima deydi? Shu o'quvchi bizda o'qigan degan fikrlarni aytasizlar degan narsa bo'lgan. Vaholanki o'tgan yili o'sha boshlang'ich sinfda dars bergan o'qituvchimga Telegram orqali yozdim. Telefon raqami yo'q edi. Yozib, shunaqa o'quvchingizman deganimda juda ham faxrlanib gapirdilar va aytdilarki, hozir o'sha maktabda sen haqingda biz gapiramiz, faxrlanib gapiramiz dedi va vaholanki ko'p qarindoshlarim ham o'sha tanishlari maktabga borishsa, mana o'sha Azmiddin akang mana shunaqa bo'lgan, bizda o'qigan, mana shunaqa narsalar bor. Ya'ni o'sha o'qituvchilar mana endi ko'rib, misol uchun qaysi natijaga erishadigan bo'lsam, eshitib, shunaqa natijaga erishadi degan narsani ular hozir bizda o'qigan, men o'qitganman degan narsani olishadi-da, lekin vaholanki o'sha vaqtda balkim o'qituvchi quloq solib,
keyin azmiddin she'rda bunaqa yozadi deb ozgina bir yo'nalish berganda yoki hammani oldida tez gapirasan demasdan shuni tushuntirganda yoki alohida qilib yordam berganda balkim bugun ko'proq natijaga erishardim. Kasb tanlash juda mas'uliyatli, chunki sizni tanlagan kasbingizga kimnidir hayoti, kimnidir farzandlaringizni qanday ta'minoti, oilangizni ta'minoti va hamma narsa bog'liq bo'ladi. Shuning uchun o'z kasbini sevish kerak, o'ylab, yetti o'lchab mana shu kasbni tanlash kerak. Kasb bu shunchaki ish emas, bu insonning hayoti, vaqti va baxti. To'g'ri tanlov muvaffaqiyatga olib boradi, noto'g'ri tanlov esa yillar davomida pushaymonga. Shuning uchun eng muhim savol, siz farzandlaringiz uchun yo'l tanlayapsizmi yoki uning o'z yo'lini topishga yordam beryapsizmi? Azizlar, bu Minbar tok shousi edi. Keyingi sonlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.